Assalomu alaykum. Uskuna Pro kompaniyasi siz uchun yana bir ajoyib biznes rejani taqdim qiladi. Bugungi kunda ko'pchilik to'g'ridan-to'g'ri ovqatlanish uchun kafe, restoranlarga bormay, uy yoki ofisga yetkazib berish xizmatidan foydalangan holda taomlarni olib keltiradi. Xizmat ko'rsatuvchi restoran yoki kafelar taomlarni buyurtmachiga bir martalik idishlarda yetkazib berishi hech kimga sir emas. Ha, siz topdingiz. Uskuna Pro jamoasi bugun aynan bir martalik idish ishlab chiqarish haqida so'zlaydi. Odatda bir martalik idishlar PET, PP va alyuminiy folga kabi xomashyolardan ishlab chiqariladi. Taomni issiq saqlashi va boshqa qulayliklarga ega bo'lgani uchun sizlar bilan alyuminiy folgadan bir martalik idishlarni ishlab chiqarish jarayoni haqida gaplashamiz. Ishlab chiqarish jarayonida bizga kerak bo'ladigan asosiy xomashyo bu alyuminiy folga hisoblanadi. 1 tonna alyuminiy folga xomashyosidan biz taxminan 90 ming dona idish ishlab chiqara olamiz. 1 tonna alyuminiy folganing narxi bugungi kunda 8 ming AQSh dollari bo'lsa, 1 dona alyuminiy idishning tan narxi taxminan 1066 so'm bo'ladi. Bir martalik alyuminiy idishning narxi bozorda 1400 so'm. Uskuna daqiqasiga 30 dona idish ishlab chiqara oladi. Biz bir kunda 10 soat ishlagan taqdirimizda 180 kilogramm xomashyodan 18 ming dona idish. Bir oy, ya'ni 26 kun davomida esa 4680 kilogramm xomashyodan 468 ming dona idishni ishlab chiqara olamiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, har bir idishni biz 1400 so'mdan sotsak, bir oy davomida idishlarni sotish orqali 54600 AQSh dollari ishlab olishimiz mumkin. Keling endi oylik xarajatlar haqida gaplashamiz. Bir oy davomida xomashyo uchun 37440 AQSh dollari, ishchilar uchun taxminan 1000 AQSh dollari, elektr energiyasi uchun 400 AQSh dollari va joy ijarasi uchun esa 300 AQSh dollari sarflaymiz. Endi yuqorida idishlarni sotib ishlagan pulimizdan xarajatlarni ayirib tashlasak, bizda 15460 AQSh dollari qoladi. Daromad solig'i uchun 2319 AQSh dollari to'lasak, bizda sof foyda 13140 AQSh dollari bo'ladi. Ushbu biznes va uskuna haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, quyidagi raqamga hoziroq murojaat qiling.